Assalomu alaykum. Hurmatli ko'rarmanlar. YouTube kanalım ko'rarmanlarim, mening podpисчиктарым. Sarag'ash mal bozori 24-Navruz dushanba. Mana buqalarni tushiramiz, sıyırlarni, buzovli sıyırlarni, qasharlarni, buzovlarni. Undev jasayim birinchidan sizlarga. Qozoq eli Mana internetde alayaqlar ko'payib ketdi. Sarag'ash qushlari degan gruppaga kirgan edim. Shu yerdan hech bir aldovsiz deb yozib qo'ygan bola tarif sotadi ekanda tarif. So'g'an men aytdim. Balam, magan tarif meni tarifga qo'sa olasizmi? Gigabayt tavsilib qoldi. So'ndiqdan tarifga qo'sa olasizmi desem, "Ya qo'salam." "Aldamaysizmi balam?" desem, "Yo'q, aldamayım" dedi. Kodda ayting dedi. Kodda aytdim. Aytayın desem qo'rqdim. Balam, kodda aytmayım dedim. Keyin o'chirib qo'ydim telefonni. Birazdan keyin xabarlashib, "Balam, ne bo'ldi tarifimiz?" desa, "Kodda aytmadingiz qo'y" dedi. "Bo'pti, aytsam ayta solayın" deb kodda aytsam, "Qat eterdingiz kodni" deydi. "Ikkinchi kod keladi, so'ni aytingiz" deydi. Ikkinchi kod kelganida aytgan edim. "Bo'ldi ata, tarifga qo'shildingiz, gigabayt tushadi" dedi. 10 minut kutdim, 20 minut kutdim, hech qanday gigabayt da tushgan yo'q. Tarifga da qo'shgan yo'q. So alayaq bola 3400 tengemni o'zini ag'darib olibdi. So'ndiqdan qozoq eli abay bo'lingizlar alayaqlardan. So quz gruppasida Gulnara Bekbolsunova degan bolasini suratini solib aqsha so'rayaptir. Aqsha ag'darmanglar, aynalayinglar ondaylarga, bari alayaq. Men kuydim, sizlar kuymangizlar, aynalayinglar. Endi hozir gigabaytimizga az qoldi. 1 gigabaytimni setem, yetmese yo'q. Agarda mumkin bo'lsa, gigabayt bor odamlar menga gigabayt solsangizlar yaxshi bo'lar edi, Xudo xolasa. Endi bir bola inim 7 gigabayt bergan edi, soni setdim, 3 kunlik gigabayt keyin kuyadi ekan. Hozir 2 gigabayt bilmayman, jilqiga yetadimi, malga yetadimi bilmayman. Endi kim gigabayt jibera olsa o'tinish jiberingizlar. Gigabaytlaringiz bo'lmasa 100 tengadan 200 tengadan mana o'raza kunlari meni Kaspi Gold'imga avdasangizlar yaxshi bo'lar edi, o'tinish. Men de mana jamg'urda tushirib o'tirim. Gigabaytim yo'q, taksiga kelib taksidan qaytaman. Alloh rozi bo'lsin. Amin. Endi Kaspi Gold'ning nomeri 8702 281 56. Ikinci taybo bo'lib chiqadi. So'g'an shamalariga qarab avdasangizlar bo'ladi. Endi tushirib boshlaymiz. Hozir yegasini so'raymiz. Aynalayinglar. Yegasi tashlab ketdi, bag'asini bilmayman. Mana 10 minutdan beri turum, yegasi yo'q ekan. Ondan bag'asini da ayta olmayman, yegasini topa olmadim. 850 ming tenge ekan, 2 jasar buqa. Savdosi bor. Bolani qarasangchi menga. Bo'ynida deydi, ana deydi, mana betin ko'rsatmayaptir mana. Ko'rdingizlarmi? Mana. Suylarning yesini so'rasam, arjaqa bor deydi, bo'yniga olingan deydi. O'si buqamda so'rasam, xo'jayinlik qilib mana yerga bo'yniga deydi. Meni arjaqa bor deydi. Kim o bola? Meni mana baldar aytatdi, arjaqa bor deb. Qay yerda jurgim kelsa, shu yerda juraman. 210 mingga ketdi mana buzov, erkak buzov, anavlar 200 dan. Shu ketdi, ha? Bo'ldi. Berekasini bersin. 550 ming tengadan mana ushbas. Ha? 2 jasar buqalar. Savdosi bor, ha? Telefon 705 681 mi? Key. 53 81 mi? Bo'ldi. Nomerni aytdim, o'sha nomerga xabarlasingizlar. 115 ming tengadan buzovlarni, erkak buzovlarni bermaydi, 6 bas. Urg'ashi, kechirasiz, urg'ashi. Nomerni aytdim qo'y bag'ana. Shu nomerga xabarlasingizlar, bo'ldi. Yegasi galshin dedi. Sharlar 190 ming tengadan so'rayaptir, mana savdosi bor. 190 ming tengadan mana balamizniki. 2 jasdan asgan buqalar 850 ming tengadan ekan, savdosi bor. O, mana yerda ko'p. 850 mingdan savdosi bor.
Nomerdi vermedi. 250 ming tengeden savdası var. Bırak nomerdi vermedi. 2 jasar bukalar 700 ming tengeden soravatı savdası var. Bavlekol 350 ming tenge soravatı savdası var. Sarıkaş mal bazarında tur. Da 350 ming tengeden jasnet olmagan erkek buzavlar. Karalar. Bağılgan buzav erkek 400 ming tenge soravat savdası var. 160 ming tenge buzav. Urgaşı buzav 160 ming tenge savdası var. Erkek buzav 260 ming tenge soravatı savdası var. Bası yeki bas 260 ming tengeden savdası var. Yekevi 200 ming erkek amna. Ana uşa. O da erkek bu. O da erkek. 100 ming tengeden 200 ming tenge savdası var. Bala sarı buzav 250 ming tenge bolatın 250. 2 jaska tolmagan 1,5 jasar 400 ming tenge soravatır. Mine osa buka basını koşutayım olsa 400 ming tenge soravatı savdası var. Kaşar 400 ming tengenin üstü oldu. Kaşar ademi kaşar eken görüngüzler mi ne? Ekevi 900 ming oldu mine olsa. Vermediniz ha? Olsa 900 mingga 2 kaşardı vermedi. Mine olsa 2 bas. Kaşar 900 mingga vermedi. 450 mingdan bolat sonda. 450 ming tengeden 1,5 jasan askan ha? 4 bas 450 ming tengeden savdası var. Aynalayın Kazak elim mine jamgurda düşürüp atırım. Telefon bırak yok ha nomer. 875 820 820 98 92 boldu mu balam? Dürüst ayttım mı? Boldu. Osu nomerge havalasınız. 800 ming tengeden 2 jasarın askan mı? Neş bas? Bir bas. 800 ming tenge 2 jasarın askan buka. Sıyır buzağı men 900 ming tengege satıldı. Tuğan sıyır. Kaz buzağını koşturtayım hürmet köremende. Buzağı urgaşı ha? Balam buzağı. Balam bana osu balam sattı. Büyürsün, berekesin versin aynalayın. Amin. 2 jasar bukalar 700 ming tengeden savdası var. 700 ming tengeden savdası var. Balam telefon var mı? Aşı buzavlar 250 ming tengeden soravatı savdası var. 2 bas 250'den. Bu beşinçisi mayda tuvadı. Bagası 450 ming. 350 ming tenge savdası var. Teşi tuğma sıyır 650 ming tenge. 2 tuğan sıyır mine. Buzağı urgaşı. Erkek. Keşiresler erkek. 650 ming tenge eken. Mine buzağı torup. Azanda geç 15 litre süt var. Azanda keş 15 litre süt veredi. Körünüzde celine. 778 236 236 57 bırak bu balam nomerdi verdi osu balamdı düşürem mine nomerdi bergen osu bala Akjol degen balanıkı da boldu mine Akjol Kaşarlar yekevi 600 ming tengege alındı osu 2 bas mine büyürsün 600 ming alındı osu kaşarlar mine bana ikincisi 80 ming tengeden buka mı bular? Tana. Tanalar 280 ming tengeden alındı bular. 110 ming tengeye geldi sıyır. Sıyırdın yegesini tavamayadı. 120 ming tenge. 2 jasar buka. 350 ming tenge ana ikincisi karalar. Sıyırga 1 milyon tenge soravatır eken. Sıyırdın sıyırı. Bu Galstein ba bu sonda. Galstein ha? Mesni Kanday? Galstein. Bu oldu. 120 ming tengeden urgaşı buzavlar savdası var. 5 bas mı balam? 3 bas eken. Balam telefon. 771 404 48 10. Buzavlar kimge gerek bolsa haberlasınızlar. 250 ming tenge ha? 1,5 jasar. Boldu şu. 250 ming soravatır boldu. Jaska yendi toldu keşirestir. 700 ming tenge mine buzağı urgaşı. 400 tuğma sıyır savdası var. Ortadağı turgan mine urgaşı buzağı. 260'ın diye var. 260'ın ortada. 550'den ben? 550. Keşirestir 350'den 1, 2, 3, 4, 5 var. Endi japmasın ama 350'den. 350'den erkek. Yani 5 evde. 702 297 10 22 mi?
Dürüst aytdın mı? Bo'ldi, o'sha nomerga havolasib alsanızlar bo'ladi. Havolasingizlar. 30 ming tenge urg'ashi buzov, savdosi bor. 3 tug'an siyir, buzovi erkak 600 ming tenge so'rayaptir mana. Savdosi bor. Savdo bag'asi 300 ming buzov, urg'ashi buzov. 200. O'si 2 bas. Ishi nomer 775 8 775 349 349 65 oldu. O'sha nomerga havolasingizlar. 150 ming tengeden 1,5 jasar buqalar savdosi bor. 5 euro. 450 ming tengeden savdosi bor. 8 775 452 90 86 Kim esmin? Hüseyin. Balamızdaki bunu. 405 mingga satıldı. Bir jas 2 aylık. O'si. Erkek. Sağ. Bir jas 2 aylık. Uşu buqa bo'lib qoldi qo'y. 200 ming tenge mana urg'ashi buzov. Ko'ringizlar, adem buzov ekan. 200 ming tenge so'rayapti, savdosi bor. Qashar 250 ming tengeden kemi bor. 800 ming tenge so'rayapti, 2 jasar buqaga savdosi bor. Bunavda 2 jasarma 800 ming ha? Bo'ldi. Telefon berekesin bersin. Mana 1 milyon tengege satılıp ketdi. Ko'rdingizlar, men qay yerda jurman? Jamg'ur javob turib surib Qashar 300 ming tengeden kemi bor. O'si, qara. 450 ming tengede mana 2 buqa 1,5 jasarlarmi? 1,5 jasarlar. Ana Qasharmi? Qashar. Bag'asi 300 mingdan kemi bor. 300 mingdan kemi bor. Nesh 3 basmi? 3 bas Qashar 300 mingdan kemi bor. 450. Ikinci tumat. Buva sıyır 450 ming tenge so'rayapti. Mana o'si sıyır. Mana Qasharlarda o'si balamızdiki, ana buqalarda o'si balamızdiki. Telefon balam. 778 8 778 674 674 764 75 75 764 764 75 75. O'sha nomerga havolasingizlar. Ana Qasharlar, buqalar, mana Qasharlar, Qashar bor edi qo'y, mana Qashar, mana sıyır. 1,5 jasar buqa 450 ming tenge so'rayapti, savdosi bor. Qaşmal bozoruna kelaveringizlar. Qadrmenli ko'rarmanlar, o'si men bo'ldi. Bularning egalari yo'q. Endi ne deyim? Gigabaytım yetse salamın. Gigabaytım yetmese endi ayıp etpeysiz salamayman. Ana kuni bir bala 7 gigabayt mаған salgan edi. So balama mingdan ming alg'is. Mana Lenin jaqdan bir balamız bizga 3 ming tenge audarib berdi. Ata, manavda доверительный платеж aldınız qo'y, so'g'an to'lengiz deb mаған 3 ming tenge audardi. Odan aldım bir bala 1000 tenge audargan edi. 1200, biri 500 tenge. Endi ana mana mayda shuyda aqshalarni jinab 3,5 ming tenge Kaspiy Gold'uma sap qo'ygan edim. Qustar gruppasına kirib bir bala hech bir aldovsiz degan tarifga jazib qo'yibdi. So bala tarifga kirgizaman dedi. Bo'pti deb zvondasam nomerini kodni ayting dedi. Kodni aytmayman balam dedim. O'chirib qo'ydim telefonda. Megabayt bitivatir. Endi so balamdan alasalam deb o'yladim-da, qayta zvondadim. Balam, meni tarifga qo'shsaychi dedim. Kodni ayting dedi. Kodni aytgan edim. Qate terdingiz kodni dedi. Qate aytdingiz. Ikinci kodni Bilan centrdan jibergan ekan, ikinci kodni aytdim. Bo'ldi ata. Megabaytda tushdi, tarifga da kirdingiz dedi. Jarti soat 10 minut 15 minutdan keyin qarasam chiqmaydi. Zvondasam o bola olmaydi. 3400 tengemni o'zini avdaryapti alayak. Xalqning aqshasini o'zini avdaryapti alayak. Tarifda yo'q, aqshada yo'q. So'ndiqdan qozoq eli abay bo'lingizlar. Bir yoq alayak bosib ketgan gruppalarda alayaklar Bekbolsunova degan Gulnar degan bir ayel balaning suratini qo'ygan, shlangalar tiqib qo'ygan. Bizning gruppaga kiryapti. Polshada operatsiya etim kerak, aqsha yetmayapti deb. Nag'iz alayak. Aqsha avdarmanglar ondaylarga.
Nağız alayak. Admin oşurup tastaydı, o başka nomermen tağı kirip sol özünün balasını Gülnara Bekbolsunova dep nağız alayaktarga akşa audarmanglar. Men sizlerge ayttım. Men aldandım, sizler aldanmanglar. Endi kimde gigabayt bolsa magan gigabayttan kömektesingler, aynalayınlar. Mını men bazarda жүрüm, жаңбыр жауып атыр. Gigabaytım жоқ. Егерде gigabaytlarınız болмаса, жағдайларыңызға қарап, мүмкіндігіңіз бойынша өздерің жағдайларыңа қарап 100 теңге, 200 теңге болса да, менің Каспийім аударыңыздар. Мен базарға келуім бар, қайтуым бар, мегабайт салуым бар. Сондықтан мен қазір Каспий голтымды айтайын, 8-702 253-81-56. Кім видеолар көргісі келсе, 100 теңгеден ба, 200 теңгеден маған аударыңдар. Міне, жаңбыр жауып атыр, таксимен келдім, таксимен қайтам. Мегабайт алам, сондықтан мені түсініңдер. Мынау ата басымызға бәле болды деп ойламаңдар. Мен халық үшін түсіріп атырмын. Маған монетизациядан өшіріп тастаған ақша төлемейді. Соның үшін мен сіздерге айтып атырмын. Каспий голтым 8-702-253-81-56 Кенжетай болып шығады. Сол Каспий голдқа 100 теңгеден ба, 200 теңгеден аударсаңыздар болады. Осымен болды, мен барып қойлар түсірім. Алаяқтардан сақ болыңыздар, алаяқтарға алданбаңыздар, айналайын қазақ елі. Алаяқтар көбейіп кет, сондықтан сіздерге айтып қойдым. Маған құсап алданбаңдар. Осымен болды, сау-саламат болыңыздар, келесі видеорокта кездескенше аман болыңыздар. Қазір барып қойларды түсіремін. Балам түсесің ба? Кел балам. Міне біздің подписчиктар. Міне біздің подписчиктар.